Assalomu alaykum hurmatli Fors tili Buxoro kanal kuzatuvchilari. Bugun yana yangi dars bilan sizlarni tanishtiramiz. Ushbu darsimizda Fors yozuvi, ya'ni Fors alifbosini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Avvalida Fors arab yozuvi, ya'ni alifbosi haqida umumiy ma'lumot beramiz. O'tgan darsimizda aytganimizdek, arab alifbosiga asoslangan Fors tili alifbosida 4 ta qo'shimcha harflar qo'shilgan. Bular P, J, G hamda Ch harflari edi. Bularni yozgan edik. Umumiy ma'lumot harflar, ya'ni alifbo haqida aytadigan bo'lsak, arab fors alifbosi o'ng tarafdan chap tarafga qarab yoziladi. Mana ko'ryapmiz. Alif bo deyiladi. Ya'ni o'ngdan chapga qarab yoziladi. Bu bir xususiyati. Ikkinchi xususiyati, ushbu arab fors yozuvlarida bo'g'in ko'chirish mavjud emas. Va uchinchi bir xususiyati, ushbu so'zlarda katta harf va kichik harf mavjud emas. Ya'ni hamma holatda ham bir xil yoziladi. Bizning o'zbek, kiril, lotin yozuvlarida bosh harf, kichik harf bor, bo'g'in ko'chirish bor satr oxirida. Ushbu arab tilida ham, fors tilida ham bular mavjud emas. Alifbosi 32 ta harfdan iborat. 28 ta arab alifbosiga 4 ta forslarning o'zi qo'shgan harflar bor. Bu harflar ikki xil bo'ladi qo'shilishiga ko'ra. Ya'ni 7 ta harf bir tomonlama qo'shiladi. Faqat o'zidan oldingi harfga qo'shiladi, o'zidan keyingi harfga qo'shilmaydi. Bular alif, dal, zal, re, ze, je va vov harflari bo'lib hisoblanadi. Qolgan barcha 25 ta harf ikki taraflama harflarga qo'shiladi. Shuning uchun harflarining 4 xildan ko'rinishi bor. Bir tomonlama qo'shiladigan harflarning esa ikkitadan ko'rinishi bor. Hozir shulardan bir nechtasi bilan sizlarni tanishtiramiz. Marhamat, doskaga endi qarab tursalaringiz, men harflarning qanday yozilishini ko'rsataman. Hozir sizlar men yozgandek tepadan pastga qarab bir qatordan harflarning har bir ko'rinishini yozsalaringiz agar, keyin o'zlaringiz mustaqil ravishda ushbu qatorlarni to'ldirasizlar. Demak, birinchi harfni yozamiz. Birinchi harfimizning nomi alif. Alifning so'z alohida shakli mana bu bo'ladi. So'z boshidagi shakli ham xuddi shundoq. Chunki o'zidan keyingi harfga qo'shilmaydi. So'z o'rtasidagi shakli o'ngdan kelib tepaga ko'tariladi va so'z oxiridagi shakli ham o'ng tarafdan kelib tepaga ko'tariladi. Bu alif harfi bo'ldi. Takror aytaman. Alohida va so'z boshidagi shakllar bir xil bo'ladi, chunki o'zidan keyingi harflarga qo'shilmaydi. So'z o'rtasidagi va so'z oxiridagi harflari mana shu shaklda bo'ladi, shakllari. O'zidan oldinga qo'shiladi va keyiniga qo'shila olmaydi. Bu alif harfi bo'ldi. Alif harfi fors tilida a, o, e, ö va i, u tovushlariga ham yordamchi bo'ladi. Bularni keyinroq ko'rib chiqamiz. Demak, bu alif harfi bo'ldi. Harfni tanidik. Endi ikkinchi harf bilan tanishamiz. Ikkinchi harfimizning nomi B. Bu B tovushini beradi. Yozilishi quyidagicha bo'ladi mana. Boshlaymiz, sal pastga tushib, chapga kelamiz u sal ko'tarilamiz va ostiga bitta nuqta qo'yiladi. Bu B harfining so'z boshidagi shakli. Bu B harfining alohida shakli bo'ladi. So'z boshidagi shakli quyidagicha bo'ladi mana. Asos ko'rinish va ostida bitta nuqta. Bu so'z boshidagi shakli. So'z o'rtasidagi shakli mana keladi, bog'lanadigan qo'l, yana keyinga qo'l ketadi va ostiga bitta nuqta bo'ladi. Bu B ning so'z o'rtasidagi shakli va oxiridagi shakli mana qo'l keladi, alohida shaklga o'xshagan shakl va bitta nuqta qo'yamiz. Ushbu harfimiz B. Alohida so'z boshi, so'z o'rtasi va so'z oxiridagi shakli bo'ldi. Endi arab fors yozuvining o'ziga xos xususiyatlaridan biri, ayrim shakllar nuqtasining o'rni va miqdoriga ko'ra bir necha harflarga asos bo'ladi. Jumladan ushbu ko'rganimiz B harfining asosi mana bu yoqda yozaman, mana shu asos 4 ta harfga asos bo'ladi. Hozir ko'rganimizdek ostida bitta nuqta bo'lsa bu B edi. Endi keyingi harfimizni yozamiz. Keyingi harfimiz xuddi shu asosda bo'ladi. Bu harfning nomi
P bo'ladi va yozilishi xuddi mana shu B singari bo'ladi. Faqat buning ostida nuqtasi 3 ta bo'ladi. Mana shu shaklning o'zi ostiga 3 ta nuqta qo'ysak, bu P harfining alohida ko'rinishi bo'ldi. So'z boshidagi ko'rinishi xuddi shu B ga o'xshaydi. 3 ta nuqta bo'ladi. Bu so'z boshidagi shakli. Endi so'z o'rtasidagi shakli ham shu asosning o'zi va 3 ta nuqta. So'z oxiridagi shakli ham shu asos 3 ta nuqtadan iborat. Ko'rib turganimizdek, B va P harflarining ko'rinishlari bir xil, faqat nuqtalar miqdorida farq qiladi. B da bitta, P da 3 ta. Mana shu P arab alifbosiga forslar tomonidan qo'shilgan ilk harf bo'lib hisoblanadi. Keyingi harfimiz T harfi bo'lib hisoblanadi. Xo'p, bunda 2 ta nuqta bo'ladi, faqat ustida bo'ladi. Mana yozadigan bo'lsak, ustiga 2 ta nuqta qo'yamiz. Alohida shakli bu. So'z boshidagi shaklidan xuddi o'sha B, P kabi tepasida nuqta bo'ladi. So'z o'rtasi ham xuddi shunaqa 2 ta nuqta va so'z oxiridagi shakli ham xuddi B va P kabi bo'ladi. Faqat ustida 2 ta nuqta bo'ladi. Demak, B, P, T ni ko'rdik. Endi keyingi ko'radigan harfimiz F bo'lib hisoblanadi. Hozir buni yozamiz. Ushbu S deb turgan harfimiz arab fors yozuvida ayrim tovushlarni bir necha harflar beradi, ifodalaydi. Biz hozir ko'radigan S oddiy o'zbek tilidagi saodat, sir so'zlarda ishlatilmaydi. Arabiy foniy kabi so'zlarda ishlatiladigan til ikki tishning oldiga kelib qisilib chiqariladigan tovush bo'lib hisoblanadi. Yozilishi xuddi B, P, T singari. Mana harfning nomi S, yozilishi T dan farqi, T'da 2 ta nuqta bo'lsa, bunda 3 ta nuqta bo'ladi mana. Bu S bo'ldi. Alohida shakli, so'z boshidagi shakli, so'z o'rtasidagi shakli va so'z oxiridagi shakli bo'ldi. Demak, ko'rib turganimizdek, B, P, T hamda S harflari bitta mana shu asosiga ega, faqat nuqtalarning miqdori va o'rniga ko'ra farq qiladi. O'rganishimizga oson bo'ladigan jihat shu, asosni yodlab nuqtalarni esimizda saqlasak, qaysi biri ekanligini olamiz. Endi keyingi harflar sirasiga kelamiz. Mana bu harf shakli 4 ta harfga asos bo'lgan edi, ya'ni B, P, T, S ga. Keyingi harflar jamlanmasi mana yozib qo'ydik. Bu ushbu shakl asos bo'lgan 4 ta harf bo'ladi. Xo'p, ushbu harflar mana jim, ya'ni bizdagi J, chim, ya'ni bizdagi Ch, H. Bu fors arab tilida 2 xil H bor. Mana bu dag'alroq tomoqdan chiqadigan H tovushi bo'lib hisoblanadi va oxirgisi X bo'lib hisoblanadi. Ushbu harflarning yozilishi quyidagicha bo'ladi. Alohida shaklini yozganda, doskaning o'ng tarafida yozaman. Mana chiziq bo'ladigan bo'lsa, shu chiziqning ustida birinchi qism bo'ladi, ikkinchi qismi pastga tushadi. Va ushbu harf 4 ta harfning asosi bo'ladi. Jim harfiga keladigan bo'lsak, ushbu harfning o'rtasiga bitta nuqta qo'ysak, bu jim bo'ladi. Tamom. Endi so'z boshidagi ko'rinishi mana xuddi birinchi qismning o'zi yoziladi, pastga tushmasdan nuqta bo'ladi. Ikkinchi qism 2 xil, so'z o'rtasidagi shakli 2 ta qism. Nima uchun? Chunki mana bunisi kitobiy ko'rinish, mana qo'lcha keladi, harfning o'zi. Bunisi esa qo'l, avvalgi harfdan kelgan qo'l bu jimga bog'lanadi va keyingi harfga qo'li qo'shilib ketadi. Bu so'z o'rtasidagi shakl. So'z oxiridagi shakl ham xuddi shunday. 2 xil ko'rinishga. Kitobiy ko'rinishi mana bunday qo'l kelib, pastdan yuqoridan jimning o'zi bo'ladi. Xo'p, kitobda esa yuqoridagi, ya'ni oldingi harfdan qo'l kelib, jimning oxirgi ko'rinishi yasaladi. Bu 4 ta ko'rinish, demak, alohida, so'z boshida, so'z o'rtasida 2 xil va so'z oxirida 2 xil bo'ladi. Bu jim harfi edi. Yozilish jihatdan mana bu chim ham, H ham, X ham
xuddi shundoq alohida shakl, butun bir ko'rinishda, so'z boshida, so'z o'rtasida ikki xil mana qo'l kelyapti, shakl 3 nuqta. Oldingi harfdan qo'l kelyapti, Ch'ning o'zi va keyingi harfga qo'l ketyapti. Bu so'z o'rtasi shakli va mana bu shakli esa so'z oxiridagi shakli. Qo'l kelyapti, jimning asosiy ko'rinishi, bu kitobiy shakl va yuqoridan qo'l kelib, jimning qolgan shakli bu qo'l yozma shakli bo'lib hisoblanadi. Qolgan harflarimiz H va H ham xuddi shunday yoziladi. Ko'rib turganlaringizdek, faqat nuqtalarning o'rni va miqdorida farq qiladi. Jimda ichkarisida yoki ostida bitta nuqta, chimda 3 ta nuqta, H'da hech bir nuqta mavjud emas va H'da ustida bitta nuqta bo'ladi. Ushbu 4 ta harfimiz boya aytganimizdek bitta asos bilan yasalgan bo'lib hisoblanadi. Bugungi aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar obuna bo'linglar. Qaysidir tushunmagan joylaringiz bo'lsa, pastdagi izohlarda fikrlaringizni qoldiringlar. Ularni albatta e'tiborga olamiz. Yaxshilab o'rganinglar. Yana bir narsa, mana shuni bir qator yozdikmi, uyda shu qolgan paytda qatorni to'ldirib yozing. Masalan, mana shu qator bo'ladigan bo'lsa, shu jimning alohida shaklini yozdingizmi, shuni to'ldirib keting mana. Bir qator to'ldiring. Birinchidan harfni yozishni mukammalroq egallaysiz va ikkinchidan xotirangizga yaxshi qoladi. Bir marta yozish 10 marta o'qishdan afzal bo'ladi. Xotirada saqlash imkoniyati yuzasidan. Doimo salomat bo'linglar. Xayr.